Assalomu alaykum. Sizlardan garaj 21 Spark narxlarini ko'rib chiqamiz. Hop, 2020-yil oq Spark benzinda yurgan. Salonlashi udar, zavodskoy kraskalar, o'sha aka mehrda berganlar. Probaga 20 ming yurgan. Salon ichlari ham chotki. Balonlar o'sha udar. Aka mehrda berganlar. Narxi 139 yil kelishlar beradilar bemalol. Bizning nomimizdan aloqaga chiqsangiz, sketkalari ham bor. Ha. 2013 oq Spark metallari bor, eshikda sal urgan joy bor ekan, taxlangan. Salonlar chotki joyida, konditsioner, pansioner hammasi ishlaydi. Zavodskiy metallar chotki. Salon bir ko'rsangiz. Narxini 70 million so'm deyaptilar. Agar bizning nomimizda chiqsalaringiz va 1 million so'm sketga qilib beradilar bemalol. Motorlar chotki joyda zavodskiy kraskalar. Navbatdagi Mers yarashdim. Xo'p, sizlar bilan Spark obzor qilamiz. 2010-yil 60 million so'm deyaptilar. Tepa shumka qilingan, 4 ta eshik shumka qilingan. Metan qo'yilgan, 30 talik dedilar, adashmasam. Narxi 60 million so'm, kelishlar beradilar bemalol. Evet, ana qilamiz, ana shu yerga solamiz. Yana o'sha issiq va yana biz like va podpiska bosishni unutmanglar. Xo'p, 2013 oq Spark, yil 2013 tasasyanlar chotki udar 2 krug yurgan. Kraskalar zavodskoy, metallari bor. Ko'rish normalniy. Yaxshi, udadi. Salonlar chotki joyda turibdi. Narxi qancha dedingiz akajon? 60 deyaptilar, kami bor. Ozroq kelishlar beradilar, bizning nomimizda kelishlar beradilar bemalol.